Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Selka apparatlarimizni assortiment holatda keldi. Yangi turlaridan kelgan, sizlarga to'liq ma'lumotini berib, xo'p, narxlari bilan tanishtirib o'taman. Don tashlaydigan variantlari ham bor, xohlaganlarga o'g'itini, dorisini berib ketadigan variantlari ham bor. Ko'rib turganlaringdek 4 xil modelda yetib kelgan. Hozir biradola hammasini narxlari bilan sizlarga yoritib beramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivojiga o'zlaring juda ham katta hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar. Like bosib kelgan klientlarimizga albatta chegirma narxlarda qilib beriladi. Bo'lmasa boshladik. Birinchida ko'rib turgan Dorab selka apparatimiz ko'rib turganlaringdek eng ixcham modellaridan biri. Sababi bunda ortiqcha bunker variantlari yo'q. Ya'ni don qismini ham o'zini qozonining ichiga solinadi. Ko'rib turganlaringdek ichiga to'ldiriladi don mahsulotlari. Orasi ham standart 12 sm dan 10-12 sm razmer qilib bemalol eksa bo'laveradi. Sifatlari juda ham zo'r. Bunda ham orqasida o'zini balonlari bor, ya'ni o'zini ekkan ekinini bosib to'g'rilab ketadi. Hammasida balonli. Balonning ichiga tuproq to'ldiradigan joyi bor. Mana hammasi qum to'ldirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni yumshoq joylar ekin kirgandan keyin tekizlab ketadi. Rollarni o'zingiz bo'yingizga qarab bemalol moslab baland past qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Kimga qiziq bo'lsa, ushbu ko'rib turgan selka apparatimizning narxi 1.100.000 so'm chiqadi. Endi ikkinchida ko'rib turgan selka apparatimizni ko'ramiz. Bunga qaraganda nasatkalari ham baquvvatroq, tishlari ham ko'rib turibsizlar, ham chuqurligi ham anchagina chuqur. Xo'p, 15 sm ga terilgan. Ya'ni 15 sm ga terilgan, o'zida ichida 7 xil, 8 xildan nasatkalari chiqadi. Alohida bu bittalab tashiydi. Xo'p, 4 xil, 5 xil, har xil nasatkalari chiqadi. Mosh, lo'ya, no'xat, makka jo'xori, har qanday ekinlaringizni bemalol eksalaring bo'laveradi. Buni ham o'sha orqasida balonlari bor. Bo'yi razmer bo'ladi, ya'ni baland past qilib ishlatsa bo'laveradi. Kimga qiziq bo'lsa, bunimizning narxi 1.300.000 so'm. Bu 15 sm-ligi. Xohlaganlarga makka jo'xori ekish uchun mo'ljallangan 24 razmerli selkamiz kelgan. Buni boshqalardan qulayligi shundaki, listlari ham anchagina baquvvat ko'rib turibsizlar. Yonida qo'shimchasiga bunkerida o'g'it tashab ketsalaring ham bo'laveradi, ya'ni xo'p. Ekinlaringizni dorilab bemalol ekib bo'lgandan keyin dorilab ketsangiz ham bo'ladi yoki birdaniga dorisini sepib ketsa bo'ladi. Misol uchun bittasi don mahsulotingizni eksa, yonidagi 5 sm raznica bilan o'g'itlaringizni bemalol dorilaringizni tashab ketsalaring bo'laveradi. Bu selka apparatimizning narxi 1.500.000 so'm. Xohlovchilar uchun dori variantini asosan doriga olishadi. Ya'ni bunda o'g'it eksangiz ham bo'laveradi. Dori uchun bunkeri juda ham katta qilib ishlangan, ko'rib turganlaringdek. O'g'it ekinni ekib bo'lganingizdan so'ng faqatgina o'g'it tashamoqchisiz, donni ekmaysiz. O'g'it tashlash uchun o'g'it to'ldirib olasizda, bemalol bu tomondan surib ekib ketsalaring bo'laveradi. Bunda ham don ekish uchun nasatkalari ichida komplekt chiqadi. Ya'ni bunda ham o'tda shu holat 24 makka jo'xoriga terilgan. Hop, o'g'it tashagandan so'ng yoniga siraj donni tashagandan keyin 5 sm raznica bilan o'g'it dorilarni tashab ketadi. Agar ekin ekmoqchi bo'lgan paytingizda bunkerini ishlatmasangiz ham bo'laveradi. Ya'ni o'g'it tashamasangiz ham bemalol doningizni ekib olsangiz bo'ladi. Ekin ekib olingandan so'ng ham dorilashga, o'g'it sepishga mana bunday o'zini bunker qismini o'zidan ham foydalansangiz bo'laveradi. Ya'ni to'ldirib qo'ysangiz, bu tomoniga don solishingiz shart emas, o'g'itini bemalol tashab ketsalaring bo'laveradi. Ushbu ko'rib turgan selka apparatimizning narxi 1.600.000 so'm. Yangi kirganlar uchun ko'rishingiz mumkin. 4 xil assortimentda narxlarni qaytarib o'taman. 1.100.000 so'm, 1.300.000 so'm, 1.5 million so'm hamda 1.600.000 selka apparatlarimiz keldi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Izza bozori oldida joylashgan. Telefon raqamlarimiz 91lik 289 74 79. Bu selka apparatida ekkan dori apparatlari xudo xolasa standart, orasi ham razmer bo'ladi. Ertadan keyin o'sib unganda ham tekis holatda unadi. Kimga mana shunaqa sifatli apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkamiz Toshkent shahar ichida bepul. Viloyat sentridan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga 100.000 so'mdan dastavka yo'l kirosi qo'shiladi.
Kimga qiziq bo'lsa shoshilib qolinglar, assortiment holatda xarid qilishinglar mumkin.